U yana qaytdi. Doktor Gannibal Lecter. U yana katta ekranlarda. Eng xavfli maxluq yovuzlik emas, balki uni go'zal deb biladigan aqldir. Dunyo miqyosida millionlab nusxada chop etilgan, eng ko'p va orziqib kutilgan psixologik triller janridagi durdona asar. Jinoyat olami va audio olami kanali ijodkorlaridan maxsus premyera. Dunyoni o'zining ranglarida ko'radigan, insonlarni dahshatga soladigan doktor Gannibal Lecter endi ozodlikda. Qo'zichoqlar sukunati va Qizil ajdarho asarining davomi. Gannibal ilk bor o'zbek tilida audio shaklida. Qo'rquv va sukunat. Seriyali qotilning sharpa misol harakatlari. Hayajon va hayrat. Vajohat va shaxt, dahshat va jasorat. Mukammal darajadagi qotillik. Inson ongining eng qorong'u burchaklari. Aql bilan vahshiylik o'rtasidagi xavfli chiziq. Nafosat va qonxo'rlik bir vujudda jam bo'lsa, nima yuz beradi? Thomas Harrisning mashhur Gannibal asari ana shu savollarga javob izlaydigan, o'quvchini ruhiy taranglik va qo'rquv og'ushiga tortadigan o'tkir psixologik trillerdir. Asar markazida favqulodda zehn sohibi, nozik didga ega psixiatr va ayni paytda qonxo'r jinoyatchi bo'lgan doktor Gannibal Lecter turadi. U yillar davomida izsiz g'oyib bo'lib yashar ekan, uning izidan ham qasoskor dushmanlar, ham huquq-tartibot idoralari tushadi. Bir vaqtlar Lecter bilan to'qnash kelgan Federal qidiruv byurosi xodimi Clarice Starling esa yana xavfli o'yin markaziga tortiladi. Gannibal asari inson tabiatining ikkiyuzlamachiligi, hokimiyat, intiqom, vasvasa va ruhiy ozodlik haqidagi falsafiy mushohadalar bilan yozilgan asar sifatida allaqachon jahon adabiyoti noyob durdonalari qatoridan o'rin olgan. Muallif voqealarni shunday mahorat bilan tasvirlaydiki, o'quvchi har bir sahifada xavotir, hayrat va qiziqish og'ushida qoladi. Shu jihat kitobni oddiy trillerdan yuksak psixologik roman darajasiga olib chiqqan. Asarning har bir sahifasi ochilgan sayin biz nafaqat jismida vahshiylik va teran aql zakovat mujassam shaxsni, balki inson ruhiyatining eng qorong'u qatlamlarini anglay olgan noyob tafakkur egasini ham kashf etamiz. Ishonamizki, ushbu asar ham sizga manzur bo'ladi. Aziz muxlislar, bizni qo'llab-quvvatlang. Biz esa siz uchun ishlashda, siz uchun ijod qilishda davom etamiz. Aziz muxlislar, kanalimizning detektiv asarlar ruknini qo'llab-quvvatlang. Sizning berajak ko'magingiz yangi detektiv asarlar zaxirasi tugamasligini va kunda yangi audio hikoya joylashimizni ta'minlaydi. Bank plastik karta raqami 9860 1604 4278 21 91. Thomas Harris. Gannibal. 44-bob. Har kuni Mason Vergerga xorij gazetalarini olib keladigan vertolyot bugun Muscat fermasiga bosh inspektor o'rinbosari Paul Krentlerni ham olib kelgandi. Qabih niyatli Mason Verger uning qop-qorong'u xonasi, pishillab ishlayotgan nafas olish uskunalari hamda tinmay harakatlanib yuradigan ugor balig'i allaqachon Krentlerda jirkanch hisni uyg'otgan. Ustiga-ustak u Patining mudhish o'limi aks etgan videoni qayta-qayta tomosha qilishga ham majburlanayotgandi. U 7 marta ketma-ket Viggertlar oilasining David haykali atrofida aylanib yurganini kuzatdi. Patining qanday tezlik bilan qulayotganini, ichki a'zolari qanday tarzda sochilib ketayotganini ko'rdi. 7-marotaba tomosha qilayotganida esa Krentler Davidning ham ichaklari tashqariga otilib chiqishini ko'rishga tayyor bo'lib qolgan edi. Nihoyat mehmonlar uchun mo'ljallangan va mehmonxona deb ataladigan joydagi chiroqlar yoqildi. Krentlerning naq tepasiga osilgan yorqin chiroqlardan chidab bo'lmas darajada issiqlik taralardi. Siyraklashib ketgan
kalta qilib kesilgan sochlari orasidan uning bosh suyagi yorug'likni qaytargancha yiltirab turardi. Vercherlar oilasining har qanday pastkashlikni darhol sezadigan g'ayrioddiy hidi bor edi. Shu bois Mason gapni ortiqcha cho'zmay, Krentler nimani istayotganini ochiqchasiga so'rashga o'tdi. U zulmat ichidan gapirar, uning nutqiga respiratorning og'ir va bir maromdagi nafas olishlari alohida ohang berib turardi. Rejangizni boshdan oyoqqa eshitib o'tirishimga hojat yo'q, dedi u. Qancha pul kerak bo'ladi? Shundan gapiring. Krentler Mason bilan yolg'iz gaplashmoqchi bo'ldi, ammo ular xonada yolg'iz emas edi. Yorug' akvarium fonida keng yelkali, mushaklari haddan tashqari bo'rtib ketgan bir sharpaning soyasi ko'zga tashlanardi. Tansoqchining suhbatga quloq tutayotganligi Krentlerni biroz bezovta qilayotgandi. Bu suhbat faqat ikkalamizning o'rtamizda bo'lishini istardim, dedi u. Uni chiqarib yubora olasizmi? So'radi yana. Bu mening singlim Margo. U qoladi, dedi Mason qat'iylik bilan. Margo velosipedchilar kiyadigan kalta shimlarini shitirlatgancha zulmat ichidan chiqib keldi. "Oh, ming bor uzr", dedi Krentler o'rnidan darhol turib. "Salom", dedi Margo sovuqqina va qo'l berib ko'rishish o'rniga stol ustidagi idish ichidan bir necha yong'oq olib ularni kaftida shunchalik qattiq siqdiki, ular bir zumda qarsillab yorilib ketdi. So'ng u yana zulmatga qaytib, akvarium yonida turdi va yong'oqlarni yeya boshladi. Krentler polga tushgan po'choq tovushini eshitib turardi. "Xo'sh, gapiravering, Krentler", dedi Mason. "Menga 27-okrugdan saylangan Lowensteinni lavozimidan bo'shatish uchun kamida 10 million dollar zarur", dedi Krentler bir oyog'ini ikkinchisining ustiga tashlab qorong'ulikka tikilar ekan. "Bu pul matbuot bilan ishlash uchun ketadi, lekin to'liq ishonch bilan ayta olamanki, u zaif. Buni yaxshi bilaman", dedi yana. "Qanday zaifligi bor?" so'radi Mason. "Aytaylik, uning xulq-atvori juda shubhali", dedi Krentler. "Aniq javob bering. Nimasi zaif? Pulmi yoki buzuqlikmi?" Krentler Margo oldida buzuqlik so'zini aytishga uyaldi. Mason esa bunga mutlaqo e'tibor bermayotgandek edi. U uylangan, lekin uzoq vaqtdan beri shtat apellyatsiya sudi sudyasi bilan birga yashaydi. Bu sudya Lowensteinning saylov kampaniyasini moliyalashtirganlar foydasiga bir necha marta sud qarori chiqargan. Bu shunchaki tasodif bo'lishi mumkin, lekin agar televideniyada bu oshkor qilinsa, ish bitadi, dedi Krentler. "Sudya ayolmi?" so'radi Margo. Krentler bosh irg'adi. "Ha, ayol. Afsus, agar erkak bo'lsa ish osonroq ko'chgan bo'lardi, to'g'rimi, Margo? Lekin baribir bu mishmishni o'zingiz tarqata olmaysiz, Krentler. Bu gap aslo sizdan chiqmasligi kerak", dedi Mason. "Biz saylovchilar uchun maxsus reja tuzganmiz", dedi Krentler. "Baribir buni o'zingiz boshlay olmaysiz", yana takrorladi Mason. "Men shunchaki sud nazorati boshqarmasiga diqqatni qayerga qaratish kerakligini ko'rsatib qo'ymoqchiman. Shundan keyin bu isnot Lowensteinga shunchalik mustahkam yopishtiriladi-ki, undan hech qachon qutula olmaydi. Xo'sh, nima deysiz? Menga yordam berasizmi?" so'radi Krentler. "Aytgan pulingizning yarmini berishga roziman", dedi Mason. 5 tami? Keling, bu raqamni hurmat bilan 5 million dollar deb ataylik. Xudo menga bu pulni berdi. Men esa bu pul orqali uning irodasini bajaraman. Siz bu pulni faqat Hannibal Lecter mening qo'limga tushganida olasiz." Mason bir necha soniya nafasini rostladi. "Siz nihoyat 27-okrugdan kongressga saylangan Krentler bo'lasiz va o'shanda men sizdan faqat bir narsani iltimos qilaman. Kongressda chorva mollarini insonparvar so'yish to'g'risidagi qonunga qarshi chiqasiz. Krentler mabodo Lecter birinchi bo'lib Federal qidiruv byuroning qo'liga tushsa-chi, uni tutib shunchaki o'lim jazosi belgilasachi?" so'radi Mason. "Men bunga qanday to'sqinlik qilishim mumkin?" dedi Krentler. "Bu mahalliy politsiyaga bog'liq yoki Crawfordning idorasiga omad kulib boqishi ham mumkin. Buni men nazorat qila olmayman", dedi Krentler. "Nechta shtatda o'lim jazosi mavjud va ular Lecterga ayblov qo'ya oladimi?" suhbatga aralashdi Margo. 3 ta. Ularning har birida bir necha oldindan rejalashtirilgan qotilliklar uchun o'lim jazosi belgilangan, dedi Krentler. "Agar uni ushlashsa, aynan bizning shtat qonunlari asosida sud qilishlarini istayman",
dedi Meyson. Hech qanday o'g'irlashlar, hech qanday inson huquqlari buzilishi, hech qanday federativ aralashuvlar shart emas. U umrbod qamalishi kerak. Bizning shtatda qat'iy tartibli federal qamoqxonada emas. Sababini so'rasam bo'ladimi? dedi Krentler. Agar chindan xohlasangiz o'zingiz taxmin qilishingiz mumkin. Lekin bu insonparvar so'yish qonuniga aloqador emas, dedi Meyson va xirillab kuldi. Suhbat uni holdan toydirgan edi. U Margoga ishora qildi. Margo planshetni uning qo'lidan olib yorug'likka chiqdi va Meysonning yozganlarini o'qiy boshladi. Bizga siz qo'lga kiritayotgan barcha ma'lumotlar zarur. Har qanday yangi ma'lumot xulq-atvor psixologiyasi bo'limidan oldin bizga yetib kelishi kerak. Shuningdek, bo'lim hisobotlari tarmoqqa kiritilishi bilan darhol bizga ham yetkazilishi shart. Bundan tashqari, bizga Federal qidiruv byurosining Quantico markazi va Milliy axborot markaziga kirish kodlari zarur, deb yozilgandi unda. Siz har safar Quanticodagi axborot tizimiga kirganingizda taksofondan foydalanasiz, dedi Krentler. Qanday qilib buni amalga oshirasiz? Mening qo'limdan keladi, dedi Margo. Margo buni qila oladi, dedi Meyson zulmatdan. U sport zal trenajyorlari uchun dasturlar tuzadi. O'zining kichik biznesi bor, dedi Meyson. Federal qidiruv byurosi tizimi yopiq. Uning bir qismi esa shifrlangan. Siz mehmon sifatida kirish orqali ulanishingiz kerak bo'ladi. Keyin esa adliya boshqarmasida oldindan tayyorlangan notebookdan foydalanasiz. Agar ular sizni kuzatmoqchi bo'lsa, iz to'g'ridan-to'g'ri o'sha yerga olib boradi. Naqd pulga tez ishlovchi modemga ega notebook sotib oling. Shunda iz qolmaydi. Yana zip disk ham oling. Tarmoqqa hali ulanmay turing. Menga kompyuter bir sutkaga kerak bo'ladi. Keyin olib ketib ishlatib bo'lganingizda qaytarasiz, dedi Krentler va o'rnidan turdi. Bu hammasi hal bo'ldi degani emas, janob Krentler, dedi Meyson. Lektor umuman yashiringan joyidan chiqmasligi ham mumkin. Uning puli boshidan oshib yotibdi. Umrining oxirigacha yashirinib yurishiga bemalol yetadi. Buncha pulni u qayerdan olgan? So'radi Margo. Ruhshunos shifokor bo'lib ishlab yurgan paytlarida uning juda badavlat bemorlari bo'lgan. Ularning hisobidagi katta mablag' va aksiyalarni o'ziga yozdirishga ko'ndirgan hamda juda puxta qilib yashirgan. Soliq xizmati ularning izini topa olmadi. Hattoki qabrlarni ham ochib, tekshirib ko'rishgan, lekin hech narsa chiqmagan, dedi Krentler. Demak, uni pul bilan tutib bo'lmaydi, dedi Meyson. Qanday yo'l bilan uni tashqariga chiqarish mumkinligini esa siz o'ylab ko'ring. U Florensiyada izidan kim tushganligini bilib oladi, dedi Krentler. Albatta, u buning tagiga yetmasdan qolmaydi. U sizdan qasos olishni xohlaydi. Menimcha yo'q, dedi Meyson. Hozirgi holatimda ham men unga juda yoqaman. O'ylang, Krentler, o'ylang. U sokin va past ovozda bir kuyni xirgoyi qila boshladi. Krentler chiqib ketar ekan, uning qulog'ida faqat shu kuy jaranglab turardi. Meyson esa odatdagidek o'z fitnalari haqida o'ylarkan, madhiyalarni pichirlab kuylardi. Birinchi tuzoqqa sen tushding, Krentler. Bankda o'zingni fosh qiladigan hisob ochganingda va butunlay menga tegishli bo'lganingda biz hali yana gaplashamiz, dedi o'ziga o'zi. 45-bob. Meysonning xonasida faqat Vergerlar oilasining 2 vakili, aka va singil yolg'iz qolishgan edi. Xira yoritilgan xonada ud va barabanlar ishtirokidagi Shimoliy Afrika musiqasi yangrardi. Margo orom kursida boshini solintirgancha bukchayib o'tirar, tirsaklarini tizzasiga qo'yib olgandi. U go'yo og'ir mashg'ulotdan keyin dam olayotgan shtangacha yoki nayza uloqtiruvchiga o'xshardi. Nafas olishi hattoki Meysonning respiratoridan ham tezroq edi. Kuy asta so'na boshlaganida Margo o'rnidan turib yotoqqa yaqinlashdi. Akvariumdagi ilon baliq bugun ham tilla baliqlar yomg'iri yog'armikin degan umidda sun'iy g'oridan boshini chiqarib qaradi. Margo gapirar ekan, ovozi odatdagidan yumshoq, hatto kutilmagan darajada muloyim bo'lib qolgandi. "Uxlamayapsanmi, Meyson?" dedi u. Oradan 1-2 soniya o'tgach, Meysonning hech qachon yopilmaydigan ko'zi yana qayta jonlandi. Nafas olish uskunasi shivillab ishlay boshladi. "Demak, gaplashib oladigan vaqt kelibdi-da", dedi u xirqiroq ovozda. "Xo'sh, Margo, mendan nima istaysan? Kel, Santa Clausning tizzasiga o'tir. Nimani xohlashimni men aytmasam ham bilasan", dedi Margo. "Aytchi, yana bir bor." "Biz Judi bilan
bolamiz bo'lishni istaymiz. Vujudida verjirlar qoni oqadigan o'zimizning farzandimizni. Mesonning ovozida zaharli kulgi ohangi yaqqol sezildi. Nega biror xitoylik chaqaloqni sotib olmaysizlar? Ular hatto sut emadigan cho'chqalardan ham arzon-ku, dedi Meson. Axir o'zimizning bolamiz bo'lsa juda yaxshi bo'lardi. Biz bunga qodirmiz, dedi Margo. Otamiz qoldirgan vasiyatda nima deyilgan edi? Mening merosim suyukli o'g'lim Mesonning vafotidan so'ng nasli bizga mansubligi laboratoriyada to'liq tasdiqlangan avlodimizga qoldiriladi degan joyi bor edi. Shundaymi? Suyukli o'g'li Mesonning vafotidan keyin albatta. Agar to'g'ridan to'g'ri merosxo'r bo'lmasa, barcha boylik va mol-mulklar Janubiy Baptistlar monastiri ixtiyoriga Baylor universiteti bilan bog'liq shartlar asosida o'tkaziladi, deyilgan. Meson biroz tin oldi. Sen o'sha qiliqlaring bilan otamizning rosa jahlini chiqargan eding, Margo. Margo sekin, lekin qat'iy ohangda gapirdi. Gap pulda emas, Meson. Yo'q, pul ham muhim, lekin bu asosiy omil emas. Senga merosxo'r kerak emasmi? Bu bola sening ham merosxo'ring bo'ladi-ku axir. Unda nima uchun birorta yigit topib ishni o'zing bitira qolmaysan? Axir bola qanday paydo bo'lishini juda yaxshi bilasan-ku, dedi Meson. Afrikacha musiqasi yana kuchaydi. O't ohanglari takrorlanib, g'azab to'lqinlaridek quloqlarni qomatga keltira boshladi. Men ichgan dorilarim bilan tanamni barbod qilib tashlaganman, Meson. Lekin Judy onalikka tayyor. U bola tug'ishni, ona bo'lishni xohlayapti. Menga bergan va'dang esingdami? Agar senga yordam bersam, menga o'zingning erkaklik urug'ingdan biroz qismini berishni va'da qilganding, dedi Margo. Mesonning o'rgimchakdek barmoqlari kinoyali imo qildi. Marhamat, qolgan bo'lsa bemalol olaver, dedi u. Hali imkon bor, Meson. Tushunsang-chi, erkaklik urug'laring hali faol. Og'riqsiz hammasini amalga oshira olamiz. Hali faolmish. Meson istehzo bilan kuldi. Qiziq, sen bu haqda kim bilandir gaplashganga o'xshaysan. Sun'iy urug'lantirish shifoxonasidagi mutaxassislar bilan maslahatlashdim. Barchasi maxfiy bo'lib qoladi, dedi Margo. Akvariumdan tushayotgan sovuq yorug'lik Margoning nihoyatda muloyim bo'lib qolgan yuzini yoritdi. Bizdan juda namunali ota-ona chiqqan bo'lardi. Hatto ota-onalikka tayyorlovchi maxsus darslarga ham qatnadik. Judy sabrli qiz, katta va odob axloqli oiladan chiqqan. Qolaversa, bizdek ayol jinsli ota-onalarni jamlab qo'llab-quvvatlaydigan tashkilot ham bor ekan. Meson uning gapini keskin bo'ldi. Bolaligimizda sen bilan yolg'iz qolib nima ishlar qilganimiz esingdami, Margo? Margo og'riqli ovozda javob berdi. Sen meni qiynarding. Men hech narsaning farqiga bormaydigan yosh qizaloq edim. Tirsagimni ham chiqarib yuborgansan. Hozirgacha chap qo'limda og'ir narsa ko'tara olmayman. O'zing o'shanda shokolad yemayman deb turib olganding, dedi Meson sovuqqonlik bilan. Hozirgi ishlarimiz tugagach yana gaplashamiz, dedi qo'shimcha qilib. Mayli, hozircha faqat tahlil qilib ko'raylik, deya iltijo qila boshladi Margo. Zarracha og'riq sezmaysan, dedi u yana. Og'riq sezmaymanmi? Meson kinoya qildi. O'siz ham baribir tanamning yarmi hech narsani sezmaydi. Shunday ekan, qanchalik urinma, foydasi yo'q, dedi Meson. Shifokor bir martagina tekshirib ko'rsin, maylimi? Judy allaqachon kerakli dorilarni ichishni boshlab yuborgan. Uning holatiga qarab qolgan bosqichlarni rejalashtiryapmiz, dedi Margo. Men hali Judyni ko'rganim ham yo'q. Kardelning aytishi bo'yicha oyoqlari qiyshiq ekan. Qancha vaqtdan beri birgasizlar? 5 yildan buyon. Olib kel uni oldimga. Balki birga qiziqarli natijalarga erisharmiz, dedi Meson. Baraballar oxirgi bor jaranglagach jimlik cho'kdi. Margo egilib uning qulog'iga yaqin kelib, tahdidli ovozda so'zladi. Nega adliya boshqarmasi bilan o'zing ishlay qolmaysan unda? Nega o'sha odamni o'zing ushlamaysan? Yoki yana biroz pulning bahridan o'tib, seni bu ahvolga solgan o'sha yaramasni tutishga qodir yirtqich jiya bo'rilarni ishga solmaysan? Unutma, sen menga yordam berishni va'da qilgansan, dedi. Yordam beraman, dedi Meson past ovozda. Faqat o'ylab olishim kerak. Margo qo'lidagi ikkita yong'oqni ezib, po'choqlarini Mesonning choyshab ustiga tashladi. O'yla, faqat uzoqqa cho'zma. U chiqib ketishi bilan egnidagi velosipedchilar shimining shig'ir-shig'iri ham asta-sekin so'ndi. 46-bob. Ardeliya meb kayfiyatiga qarab taom tayyorlar, lekin natija har doim zo'r bo'lardi.
U o'zining yamaykalik va gollalik ajdodlaridan oshpazlik san'ati bo'yicha juda ko'p narsani meros qilib olgandi. Ayni damda u tovuq go'shtidan taom tayyorlashga unnagan go'sht bo'laklari ustiga achchiq qalampir sepish bilan band edi. U do'kondagi bo'laklarga bo'lingan tayyor holdagi tovuq go'shti uchun qo'shimcha pul to'lashni istamay, Starlingning qo'liga taxtacha va pichoqni tuttirgan edi. Agar bo'laklar mayda qilib kesilsa, ziravor juda yaxshi singadi, dedi u. Mana qara, ko'rsataman. U pichoqni olib tovuqni shunday zarb bilan kesa boshladiki, suyak parchasi fartukka yopishib qoldi. Ana bo'ldi. Bo'ynini tashlab yuborma, qaytarib joyiga qo'y. Birozdan keyin u yana gap boshladi. Bugun pochta bo'lmaga ham borib keldim. Onamga tufli jo'natdim, dedi. Men ham bugun pochtaga borgandim. Menga berib yuborsang ham bo'lardi, dedi Starling. U yerda hech narsani sezmadingmi? So'radi Mep. Yo'q. Sening nomingga kelgan pochtalarni tekshirishyapti ekan. Kim tekshiryapti? Tepadan kelgan maxfiy buyruq bormish. Nima, bundan umuman xabaring yo'qmidi? Starling bir necha lahza o'ylanib jim qoldi. Unda boshqa yo'llar bilan kim buyruq berganligini bilishga harakat qil, dedi Ardelia. Men u yerdagi odamimni xavf ostiga qo'ya olmayman. Xo'p, Ardelia, deya pichoqni stolga qo'ydi Starling. Starling pochta bo'limida turib, har xil markalar sotib olayotganida aksariyati afroamerikaliklar bo'lgan va boshlari bilan ishga sho'ng'ib ketgan kassa xodimlarning yuzlaridan hech qanday ma'noni anglay olmagandi. Kimdir unga yordam bermoqchi bo'lyapti, lekin hayotini va ishini xavf ostiga qo'yishdan ham qo'rqyapti. Bunday hamdardlikdan u g'alati iliqlikni his qildi. Ehtimol Evelda Dramgoni o'zini himoya qilish maqsadida otganini to'g'ri tushunganlar bordir. Endi mana bu ko'k piyozni olib pichoqning sopi bilan es. Hammasini shunday qilib esasan, dedi Ardelia. Masalliqlar to'liq tayyor bo'lgach, Starling qo'llarini yuvib, Ardelianing batartib xonasiga chiqib o'tirdi. Bu yerdagi tartib fikrini jamlashga juda asqotardi. Nimalar bo'lyapti o'zi? Tushuntirsang-chi, dedi Ardelia qo'llarini sochiqqa arta turib. O'lay agar bilsam, dedi Starling. Kim mening pochtamni tekshirayotgan bo'lishi mumkin? Buning ochimaga ham, Evildaga ham aloqador joyi yo'q menimcha. Bu holat Lektor bilan bog'liq. U senga jo'natgan hamma narsani qo'shqo'llab topshirib kelgansan-ku ularga. Yana nima istashyapti sendan? So'radi Mep. Agar bu ichki tekshiruv bo'lsa, aniqlasa bo'ladi, lekin adliya boshqarmasi bo'lsa, ish biroz qiyin kechadi, dedi Starling. Ular bir muddat indamay qolishdi. Agar ular Lektor haqida biror nima aniqlagan yoki yaqinlashayotganini sezgan bo'lsa, seni bundan ogohlantirishlari kerak. Starling, u shu yaqin atrofda bo'lishi mumkinmi? Ichki sezging nimadir deyaptimi? So'radi Ardelia. Men undan zarracha ham qo'rqmayman, dedi Starling. Ayni damda qo'rquv va xavotirlanish hissi umuman yo'q, dedi yana. Agar u kutilmaganda qarshingda lop etib paydo bo'lib qolsa-chi, unga tashlangan bo'larmiding? So'radi yana Mep. Albatta, uni qo'lga olishga harakat qilardim. Haqiqatan shunday qilasanmi? Agar ichak-chavoqlarim joyida qolishni xohlasam, kurashishdan boshqa ilojim yo'q, dedi Starling. Ardelia kulib yubordi. Xo'sh, keyinchi, dedi. Starlingning kulgusi so'nib dedi. Qolgan hammasi unga bog'liq. Unga qarata o'q uzish qo'lingdan keladimi? So'radi Ardelia. Bu hodisaning hech qachon sodir bo'lmasligini xohlardim, Ardelia, dedi Starling. Agar u yana qamoqqa sog'-salomat qaytsa, hech kimga, hatto o'ziga ham zarar yetkazmasa, menga shuning o'zi kifoya qiladi. Lekin rostini aytsam, ba'zida xayolimga agar uni burchakka tiqib qo'yishsa, baribir uni himoya qilgan bo'lardim degan o'y o'tadi, dedi Starling. Bunday gapni aytishga jur'at qilma, dedi Ardelia keskin ohangda. Doktorning tarafida tursam, uning tirik qolish imkoniyati ko'proq bo'lardi. Men vahima bilan unga qarata o'q uzmasdim. U hech qanday yirtqich maxluq emas. Baribir barchasi uning o'ziga bog'liq bo'lardi. Undan umuman qo'rqmaysanmi? dedi Ardelia. Ozgina bo'lsa ham qo'rqmaysanmi? Starling sekin bosh chayqadi. Haqiqiy qo'rquv nima ekanligini bilasanmi? Kimdir senga rost gapirgan payt haqiqiy qo'rquv namoyon bo'ladi. Uning o'lim jazosidan qutulib qolishni juda xohlayman. Agar qutulib qolsa, uni maxsus qamoqxonaning kasalxonasiga o'tkazishadi. Unda ilm-fanga nisbatan ilmiy qiziqish yetarli darajada.
Shu sababli unga yaxshi muomala qilishadi va davolanish ham ancha yaxshi sharoitlarda kechadi. U yerda muammosiz yashaydi. Agar yana qamoqqa tushsa, yozgan maktublari uchun rahmat aytgan bo'lardim. Chunki haqiqatni aytishga o'zida jur'at topgan telba odamni qadrlash kerak, dedi Starling. Xo'sh, kimdir sening pochtangni tekshiryapti, dedi Ardelia. Demak, bunga sud qarori bor. Yashirin ravishda chiqartirib olishgan. Lekin hali o'zingni kuzatishmayapti. Aks holda buni sezgan bo'lardik. Doktorning yaqin kelganligini bila turib, senga buni aytmasdan yashirishsa, bundan ajablanmagan bo'lardim. Ertaga ko'chada yurganingda hushyor bo'l, xo'pmi? dedi Ardelia. Janob Crawford baribir bizga buni aytgan bo'lardi, dedi Starling. U endi avvalgi sen bilgan Crawford emas, Starling. Sen atrofingda bo'layotgan hodisalarni ko'rmayapsan shekilli. Ular sening o'zingga qarshi dalil yig'ishayotgan bo'lsa-chi? Bunga sabablar yetarli. Tiling juda o'tkir. Qolaversa klientlar bilan bir to'shakda yotishdan bosh tortgansan. Kimdir senga qarshi tish qayragan bo'lsa-chi? Men ko'proq o'zimning pochtadagi tanishimdan xavotirdaman. Uni himoya qilish kerak, dedi Ardelia. Unga qanday yordam bersak bo'ladi? So'radi Starling. Ardelia jilmaydi. Seningcha bugun tushlikka kimni taklif qilganman, bilasanmi? Hazillashyapsanmi, Ardelia? Men faqat o'zim taklif qilinganman deya o'ylab yurgandim, dedi Starling. Ovqat solib beraman, uyingga olib ketasan, dedi u kulib. Rahmat, dedi Starling. Arzimaydi dugonajon. 47-bob. Bolaligida Starling qattiq shamol tursa, uchib ketay deb turadigan yog'och kulbadan mustahkam qizil g'ishtli binoga Lyuteranlarning yetim bolalar boshpanasiga kelib joylashgan edi. Ilk bolalik davrlaridagi iliq va so'nmas xotirlarning aksariyati oshxona bilan bog'liq. Otasining apelsinni archib, u bilan bo'lishib yegan onlari ko'z oldidan ketmasdi. Ammo nochor uylarni, arzimagan haq evaziga jonini xatarga qo'yib ishlaydigan odamlarni adashmasdan topib keluvchi o'lim uning otasini ham o'zi bilan olib ketgandi. Starlingning otasi tungi patrul xizmatiga chiqib ketib, qaytib kelmagandi. Keyinchalik Starling o'gay ota-onasining uyidan qo'nim topgan, biroq u yerda uzoq qola olmagan. Er-xotinlar qo'zichoqlarni so'yishayotgan paytda otga minib, uydan chiqib ketgandi. Lyuteranlar boshpanasida u nihoyat o'zini xavfsizlikda his qila boshlagan. Boshpananing qalin devorlari, qat'iy tartibi unga panohdek tuyulardi. U yerda o'zining uyidagi iliqlikni va shirin apelsinlarni topa olmagan bo'lsa-da, lekin qoidalar juda yaxshi ishlar, ularga rioya qilinsa hammasi joyida bo'lardi. Starling imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirishda, ko'chadagi operatsiyalarni o'tkazishda o'zining salohiyatiga qattiq ishonar, lekin ichki siyosiy o'yinlar va idoraviy fitnalar bobida o'zini zaif deb bilardi. Ertalab eski Mustangdan tushib, Quantico binosiga qaradi va birdan bu joy endi ilgarigidek xavfsiz dargoh emas degan xayol miyasidan shuv etib o'tdi. Tashqarida qattiq shamol esar, havoda g'alati bezovtalik ruhi hukmron edi. Hatto kirish eshigi ham unga egri bugri ko'rinib ketdi. U Jack Crawfordni ko'rishni xohladi, lekin bunga fursat yetmasdi. Poligonda quyosh chiqishi bilan suratga olish ishlari boshlab yuborildi. Feliciana baliq bozoridagi otishma yuzasidan tergov jarayonida Quanticoning mazkur poligonidagi hodisani qayta sahnalashtirish videofilmlari zarur bo'layotgan. Shu bois har bir o'q, har bir harakat qayta tiklanayotgan edi. Starling ushbu videofilmda o'zini o'ynab berishi kerak edi. Ular operatsiya mobaynida foydalangan o'sha eskirib ketgan tashqi kuzatuv mikroavtobusi yana sahnaga chiqdi. Odamlar chiqib u yoqdan bu yoqqa yugura boshlashdi. Brigim rolidagi agent yuztuban bo'lib yiqildi. Berk rolidagi agent esa og'riqdan ikki bukilib yotib qolgandi. Qattiq portlaydigan qora po'riqli o'qlar tovushi quloqni teshib o'tay derdi. Tushki soat 3larda mashg'ulot o'z nihoyasiga yetgach, Starling o'zini suvi siqib olingan limondek lohas his qildi. Egnidagi formani yechib, Crawfordning xonasiga kirdi. Unga xuddi avvalgidek janob Crawford deya murojaat qildi. Crawford unga negadir hammadan uzoqlashib ketgandek tuyuldi. Alka-Seltzer ichasizmi, Starling? Dedi u eshik oldida Starlingni ko'rishi bilan. Crawford kaftidagi dorilarni birin-ketin ichar ekan, go'yo aroq sip qorayotgandek boshini orqaga tashlardi.
Oxirgi paytlarda u ishga kiyib kelgan kostyumini ilgichga ilib qo'yib, marhuma rafiqasi Bella to'qib bergan sviterini egniga tashlab o'tirishni odat qilgandi. U Starlingga juda qarib ketgandek ko'rinardi. "Janob Crawford, pochtamni kimdir mendan oldin ochib, tekshirib ko'ryapti", dedi Starling. "Lektor sizga maktub yozganidan beri kuzatish ishlari olib borilyapti", dedi u. "Lekin bu safar boshqacha. O'zimiznikilarning ishi emas bu. Kattakonlardan kimdir yuqoridan menga kelgan pochtani ochishga maxsus ruxsatnoma olgan ko'rinadi", dedi Starling. Crawford jiddiylashdi. "Men buni shaxsan o'zim tekshiraman. Adliya boshqarmasidagi Karl Shermer bilan gaplashaman." "Minnatdorman, janob", dedi Starling. Birozdan keyin u so'radi: "Akademiyadan kimnidir tavsiya qila olasizmi?" "Sud tibbiyot ekspertizasi sohasida yo'q. Ular mendan negadir o'zlarini olib qochishadi. Balki uyalishar, lekin yaxshi otuvchi merganlar bor", dedi Starling. "Otuvchi merganlardan to'ydik", dedi Crawford va darrov qo'shib qo'ydi: "Sizni nazarda tutmadim." Kun nihoyalab borar chog'ida Starling Arlington milliy qabristonidagi Jon Brighamning qabrini ziyorat qilishga bordi. Qo'lini sovuq marmar tosh ustiga qo'ydi va birdan o'sha sovuqlikni, dafn marosimida Brighamning peshonasini oxirgi bor o'pgan paytdagi sovuqlikni esladi. O'shanda Starling uning qo'liga medal qo'ygan edi. Bu Starlingning oxirgi marotaba jangovar o'tochar quroldan o'q otish bo'yicha o'tkazilgan ochiq chempionatda qatnashganida qo'lga kiritgan medali edi. Daraxtlarning barglari yerga asta-sekin to'kilib, qabrlar orasidagi bo'shliqlarni to'ldirardi. Starling uzoq-uzoqlardagi qabrlarga tikildi. Uning xayolidan qari siyosatchilarning ahmoqliklari, ochko'zliklari va pastkash kelishuvlari sababli Brighamga o'xshash yana qancha yosh insonlar bekorga o'lib ketgan ekani degan iztirobli o'y o'tdi. Xudoga e'tiqod qilish yoki qilmasligingdan qat'iy nazar, agar jangchi bo'lsang, Arlington muqaddas joy. O'lim aslida fojia emas, balki behudaga o'lib ketish eng yirik fojiadir. U Brigham bilan o'rtasidagi iliqlikni his qilar, lekin bu sevgi emas, qandaydir do'stona yaqinlik edi. Starling qabr toshi oldida tiz cho'kdi. Bir paytlar Brigham o'ta muloyimlik bilan undan bir narsani so'ragan. Starling esa rad javobini bergan edi. O'shanda Brigham unda do'st bo'lib qolamizmi deb so'raganida Starling rozi bo'lgandi. Arlingtonda turib u otasining olis-olislardagi qabri haqida o'yladi. So'nggi bor u yerga universitetni birinchilardan bo'lib a'lo bahoga bitirganida borgan va hissiyotlarni uning qabr toshi oldida to'kib sochgan edi. Balki qaytish vaqti kelgandir. Quyosh qoramtir daraxtlar orasidan olovrang nurlarini yig'ishtirgancha sekin asta g'arbga tomon botib borarkan, Starling otasi bilan bo'lishib yegan o'sha apelsinni tag'in esladi. Olisdan eshitilgan burg'u sadosi badanini jimirlatib yubordi. Marmar tosh nihoyatda sovuq edi. 48-bob. Newfoundland ustidagi sutdek tiniq tun osmonida olmosdek yaltirayotgan uchqun avvaliga Orion yaqinida, keyin esa boshimiz uzra sekin asta siljib o'tib ketdi. Bu uchqun Boeing 747 samolyoti bo'lib, soatiga 100 mil tezlik bilan qarshidan esayotgan g'arb shamolini yorib o'tib borardi. Samolyot salonining orqa qismida odatda arzon turpaketlar xarid qilgan sayyohlar joylashadigan qatorda fantastik eski dunyo sayohatining 52 nafar ishtirokchisi Kanadaning Detroit-Windsor transgeografiya hududiga qaytib kelishardi. Bu safar ularga 17 kun ichida 11 mamlakatni ko'rish va'da qilingandi. O'rindiqlar nihoyatda tor. Na yelkani, na qo'lni bemalol qo'yish mumkin. Kengligi atiga 20 dyum. Bu esa bir paytlar G'arbiy Afrikadan Shimoliy Hindistonga olib ketilgan qullarga ajratilgan joydan bor yo'g'i 2 dyum kengroq xolos. Yo'lovchilarga muzdek qotib qolgan yopishqoq go'sht bo'laklari va yarim eritilgan pishloq solingan sendvichlar beparvolik bilan ulashildi. Bu yerda o'tirganlar yonidagilardan taralayotgan badbo'y hidni ham, iqtisodiy tejamkorlik bois yangilanmaydigan umumiy havoni ham yutishga majbur edi. Go'yo bu tizim 20-asrning 50-yillarida chorvadorlar o'ylab topgan chiqindini qayta ishlash usulidek ishlardi. Doktor Hannibal Lecter salonning o'rtasida, eng orqa qatorda o'tirardi. Ikki yonidan bolalar joy olgan, qator oxirida esa qo'lida chaqaloq tutgan ayol o'tirardi.
Ko'p yillarni kameralar va kishilar ichida o'tkazgan doktor Lektor siqilish hissini yoqtirmasdi. Yonidagi o'rindiqda o'tirgan bola tizzasidagi kompyuter o'yinini o'ynash bilan band edi va undan tinmay chiyillagan ovoz chiqardi. Boshqa ko'plab arzon joy egalari singari doktor Lektor ham ko'ksiga jilmaygan yuz tushirilgan va katta qizil harflar bilan CAN Tours deb yozilgan nishon taqib olgan edi. U ham guruhdagi boshqa sayyohlar kabi qalbaki brendlarning sport kiyimida edi. Doktor Lektor Toronto Maple Leafs xokkey jamoasi logotipi tushirilgan ustki kiyimining ostida ancha miqdordagi naqd pulni berkitib olib ketayotgandi. U sayyohlar guruhiga 3 kun oldin qo'shilgan bo'lib, so'nggi lahzalarda Parijdagi brokerdan samolyotdagi bo'shagan joyini sotib olishga ulgurgandi. Bu o'rinda o'tirib ketishi kerak bo'lgan odam esa uyiga, Kanadaga allaqachon tobutda qaytarilgandi. U Avliyo Pyotr sabori gumbaziga olib chiquvchi zinapoyaga ko'tarilish asnosida yuragi dosh bermay o'sha yerda vafot etgandi. Detroitga yetib borganida doktor Lektor pasport nazorati va bojxona tekshiruvidan o'tadi. Immigratsiya va xavfsizlik xizmatlarining ogohlantirilganligiga, uning yetib kelishini shay holatda kutishayotganiga shubha qilmasdi. Surati devorlarga ilib tashlanmagan bo'lmasa ham, nazorat organlariga tegishli har bir kompyuterning qizil tugmasi ostida surati yashirilganligini bilardi. Shunga qaramay u o'zini bir jihatdan omadli deb hisoblayotgandi. Axir hokimiyat tarqatayotgan suratlarda uning eski qiyofasi aks etardi. Italiyaga kirishda ishlatgan soxta pasport ham AQShdagi hech bir faylga mos kelmaydi. Hozirgi yuzini esa hech kim tanimaydi. Italiyada Rinaldo Pazzi ishini yengillashtirish va Mason Vergerga ma'qul kelish maqsadida politsiya arxivlaridan doktorning suratlari ilova qilingan vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi hamda ishlash litsenziyalarini topib olgandi. Biroq Lektor bu hujjatlarni Pazzining portfelidan topib, darhol yo'q qilib yuborgandi. Pazzi doktor Felni yashirincha suratga olishga ulgurmagan bo'lsa, unda dunyoda Lektorning yangi qiyofasi aks etgan tasviri yo'q. To'g'ri, uning yuzi unchalik ham o'zgarmagandi. Burun atrofiga biroz kollagen yuborgan. Sochini boshqa rangga bo'yagan. Ko'zoynak taqib olgandi. Agar jiddiy e'tibor bilan qaralmasa, yuzini tanish juda mushkul edi. Chap qo'lining ustidagi chandiqni esa u juda puxta, deyarli o'chmaydigan upa bilan yashirishga muvaffaq bo'lgandi. Lektor Detroit aeroportida yo'lovchilar asosan 2 toifaga ajratilishini yaxshi bilardi. AQSh pasportiga ega bo'lganlar va boshqalar. Boshqalar uchun navbat har doim uzun bo'lishini hisobga olib, u aynan chegaraga yaqin shaharni tanlagan edi. Samolyot kanadaliklar bilan liq to'la edi. Lektor shu poda ichiga qo'shilib, nazoratdan bemalol o'tib ketishidan umid qilardi. Albatta, agar ular buni begona deb bilib chetga surib qo'ymasa. U ular bilan tarixiy joylarni kezgan, galereyalarga kirgan, butun parvoz davomida bir xil dim havoda nafas olib kelgan bo'lsa-da, bu uning sabri cheksiz degani emasdi. Samolyotdagi ovqatni esa u ular bilan birga yeya olmasdi. Charchagan, oyoqlari uvushgan, kiyimlari va atrofdagilar joniga tekkan sayyohlar styuardessalar bergan yeguliklarni titkilab, sendvichlardan xuddi uzoq vaqt muzlatib qo'yilgandek qorayib ketgan salat barglarini ajratib olishmoqda edi. Doktor Lektor ortiqcha e'tibor tortmaslik uchun boshqalarning yeguliklarini tanovul qilib bo'lishlarini, hojatxonaga borib kelishlarini va uxlab qolishlarini sabr bilan kutardi. Samolyotning u boshida eski film namoyish etilayotgandi. U esa ilon singari sabr bilan kutardi. Yonida o'tirgan bola kompyuterini quchoqlagancha uxlab qolgandi. Samolyot salonidagi chiroqlar birin-ketin o'chirildi. Shu onda Lektor atrofiga sinchkovlik bilan nazar tashlab, oldingi o'rindiq ostidan sarg'ish jigarrang tusdagi nafis idishni chiqardi. Parijdan olingan tushlik, qutisi shaffof ipak tasmalar bilan bog'langan bo'lib, ranglari bir-birini nozik uyg'unlikda to'ldirib turardi. Ichida tryufelli g'oz jigari va vino uchun maxsus yetishtirilgan uzum donalari bor edi. Ularning sharbati hanuz ko'z yoshidek yaltirardi. Yoniga esa uning sevimli Saint Estef konyagining yarmi qolgan shishasi qo'shildi. U uzumni lablariga yaqin tutib chuqur hidladi. Uni birdan yutib yuborish yaxshimi yo asta-sekin tishlab yeyish ma'qulmi deb o'ylayotgan paytda yonidagi kompyuter o'yini keskin chiyilladi. Bu ovoz yana takrorlandi. Lektor boshini burmadi. Uzumni kaftiga yashirib, nigohini pastga, yonidagi bolaga qaratdi.
Tryufel, g'oz jigari va konyakning xushbo'y isi allaqachon bolaning dimog'iga yetib borgandi. Uning sichqonnikiga o'xshash mitti ko'zlari idishga qadaldi. "Hoy janob", dedi u. "Nima deysan? Idishdagi nima? Maxsus ovqatmi?" so'radi bola. "Yo'q", dedi lektor. "Unda nima bu?" Bola mo'ltirab qaradi. "Menga ham ozgina berasizmi?" "Marhamat, bemalol yeyaver. Lekin senga yoqmaydi, chunki u jigar", dedi lektor. "Jigar jonu dilim. Oyi, mana bu janobning sendvichidan ozgina yesam maylimi?" dedi bolakay. Qator chetidagi ayol uyg'ondi. Oldingi safdagilar orqaga qarab, "Iltimos, shovqin qilmanglar, uxlamoqchimiz axir", deya to'ng'illashdi. Chaqaloq yig'ladi. Onasida tinchlantira boshladi. "O'g'limga nima bermoqchi bo'ldingiz, janob?" so'radi ayol. "Jigar, xonim, ammo hali hech narsa bermadim", dedi lektor. "Jigar yeyishni xohlayman", dedi bola va yig'lashga tushdi. "Janob, bolamga bermoqchi bo'layotgan narsangizni oldin o'z ko'zim bilan ko'rsam maylimi?" Shu tob uyqusi buzilganidan g'ashi kelgan styuardessa ularning qoshiga yetib keldi. "Hammasi joyidami? Nimadir kerakmi?" dedi. "Iltimos, shu idishga ilitilgan suv quyib bering." Ayol shunday deya styuardessaga suv idishini uzatdi. "Janob, menga uzating-chi yeguligingizni. Bir ko'ray. Yana bundan ko'nglingiz og'rimasin. Bolamning tez-tez oshqozoni bezovta qilib turadi", dedi ayol. Lektor qutini uzatdi. "Voy, buncha xushbo'y non", dedi ayol yo'qsiz qo'li bilan nonni ushlab. "Bemalol tanovul qilavering, xonim", dedi lektor. "Voy, bu viskimi? Men ichmayman. Samolyotda ichish mumkinmi o'zi?" "Yo'q, mumkin emas", dedi styuardessa. "Men uni saqlab qo'yaman. Chiqayotganingizda beraman", dedi yana. "Albatta, rahmat", dedi lektor. U atrofdagi barcha narsalardan ustun turishni bilardi. Shovqin, hidlar, chiyillashlar, bular uning xotirasidagi saroylar sukunati oldida hech narsa emasdi. U boshini orqaga tashlab ko'zlarini yumdi-da, xotirasining sokin va bepoyon kengliklariga chekindi. Bu kengliklar aql bovar qilmas darajada mukammal joylar edi. Shu qisqa lahzalarda sharqqa tomon shamolni yorib uchib borayotgan metal silindr o'z ichida 1000 xonali bir saroyni olib ketmoqda edi. Bir paytlar doktor lektorning ortidan Kaponilar saroyiga ergashib kirgan edik. Endi esa xuddi shunday tarzda uning xotira saroyiga ham kirib boramiz. Kiraverishda muhtasham, go'zal va zamonlar osha eskirmay kelayotgan Palermodagi Normanlar butxonasi. Uning poliga o'yib ishlangan bosh suyak tasviri barcha tiriklikning o'limga mahkumligini eslatib turardi. Shoshilinch zarurat bo'lmagan paytlarda doktor lektor butxona go'zalligidan zavqlanish uchun shu yerda ancha to'xtab qolardi. Hozir ham shunday bo'ldi. Uning ortida esa yorug'lik va zulmat iskanjasidagi ulkan inshoot, ya'ni o'zi yaratgan saroy qad ko'targandi. Xotira saroylari bu qadim olimlarga yaxshi tanish bo'lgan mnemonik tizimdir. Kitoblar yoqib yuborilgan zamonlarda ham bilim shu yo'l bilan saqlangan. Xuddi o'sha olimlar kabi, doktor lektor ham cheksiz ma'lumotlarni xotirasidagi minglab xonalarga joylab, ularni turli buyumlar bilan bog'lab qo'ygandi. Biroq qadimgi olimlardan farqli ravishda bu saroy uning uchun yana bir vazifani bajarardi. Ba'zan u saroyda yashab ham qolardi. U yillar davomida shu yerda, nafis to'plamlar orasida yashadi. Holbuki bu paytda tanasi qichqiriqlardan hatto temir panjaralari ham titrab ketadigan aqli norasolar shifoxonasida edi. Gannibal Lektorning xotira saroyi hatto o'rta asr mezonlari bilan o'lchangan taqdirda ham nihoyatda ulkan edi. Agar u moddiy dunyoga ko'chirilsa, Turkiyadagi Topkapi saroyi bilan hajm va murakkablik bobida bemalol bellasha olardi. Lektorning ortidan ketib borarkanmiz, uning fikrlari ildam oyoqlar singari kiraverishdan yil fasllari zaliga uchib o'tgandi. Saroy Kioslik Simonid kashf etgan, keyinchalik Sitseron takomillashtirgan qadimiy tamoyillar asosida qurilgan bo'lib, u keng, shiftlari baland joy edi. Buyumlar va rasmlar yorqin ranglarda tovlanar, ba'zan g'alati, hatto dahshatli ko'rinish kasb etar, lekin baribir go'zal edi. Devorlar muzeylarnikidan farqli ravishda neytral ranglarda emasdi. Giotto singari lektor ham o'z saroyi devorlarini freskalar bilan bezagandi. U bu yerga kelib, Clarice Starlingning uy manzilini olishni o'yladi. Ammo bunga hali fursat yetadi degan qarorga keldi.
U Riachidan topilgan ulkan jangchilarning bronza haykallari bilan bezatilgan keng zina etagida to'xtadi. Minglab xonalar, uzundan uzoq yo'laklar, har biri ma'lum bir buyumga bog'langan yuzlab faktlardan iborat bu saroy Lektor uchun panoh va xotirjamlik maskani edi. Lektor bilan birga yana bir narsani his qilamiz. Bu yuragimiz va miyamizning tub-tubiga singib ketgan xavf hissi. Bu saroyning barcha xonalari yorug' va go'zal emas. Ba'zi joylarda tubsiz chuqurlar, qorong'i zindonlar bor. U yerdan hech narsa osonlikcha chiqib keta olmaydi. Bir uchqun ta'sirida xotira alangalanib ketadi. Yillar davomida berkitib kelingan narsalar ozodlikka chiqib, ichimizda portlay boshlaydi. Bizni chidab bo'lmas og'riq va xavfli harakatlarga undaydi. Shu dahshatli va hayratli saroyda Lektorning ortidan ergashgancha ketaveramiz. Uning yo'li o'ng tomonga burilib, Plinining byusti yonidan o'tdi-da, zinapoya orqali manzillar zaliga olib chiqdi. Bu haykallar va suratlar bir-biriga masofa saqlangan holda qat'iy tartibda terilgan, yorug' va ozoda xona edi. O'ng tomondagi eshikdan turib sanalganda 3-tokchani Avliyo Fransisning kuya kapalagini Starling, ya'ni chug'urchuq qushiga yedirayotgan tasvirlangan surat egallab turardi. Surat oldidagi pol ustida esa marmar toshdan odam bo'yiga mos ishlangan mana bu tablo turardi. Arlington milliy qabristonida harbiylar saf tortgan. Saf boshida 33 yoshli Iso Masih 1927-yilgi Ford Model T yuk mashinasini haydab borar, mashina kuzovidagi G. Edgar Hoover esa ko'rinmas olomonga qo'l silkitardi. Uning ortidan 308-kalibrli Enfield vintovkasini yelkasiga tirab ko'tarib olgan Clarice Starling ketib borardi. Doktor Lektor Starlingni ko'rganidan mamnundek ko'rindi. Bir necha yil ilgari u Virjiniya universitetidagi bitiruvchilar uyushmasi ma'lumotlari orqali Starlingning uy manzilini qo'lga kiritgan edi. U bu manzilni aynan shu tabloda saqlar, ayni paytda shunchaki zavqlanish uchun Starling yashaydigan ko'chaning nomi bilan uy raqamini xotirasidan chiqarib o'qidi. Washington shahri, Arlington ko'chasi, 3327-uy. Doktor Lektor o'z xotira saroyining ulkan yo'laklari bo'ylab g'ayritabiiy tezlikda harakatlana olardi. Reflekslari, kuch-quvvati, aql-idroki va tafakkuri uni haqiqiy dunyoga qarshi yaxshi qurollantirgandi. Ammo uning ichida shunday joylar ham bor ediki, u yerlarga Lektor xavfsiz kira olmasdi. Va u yerlarda Sitseronning mantiq, tartibli makon va yorug'lik haqidagi qoidalari amal qilmasdi. U qadimiy matolar to'plamini ko'zdan kechirishga qaror qildi. Mason Vergerga yozayotgan maktubiga qo'shimcha qilish uchun xushbo'y yuz moylari haqidagi Ovid matnini yana bir ko'rib chiqmoqchi edi. U qiziqarli va bejirim tarzda to'qilgan gilam bo'ylab dastgohlar va matolar zaliga yo'l oldi. Boeing 747 dunyosida esa doktor Lektorning boshi o'rindiqqa suyangan, ko'zlari yumilgan edi. Samolyot har safar silkinganida boshi yengil tebranib qo'yardi. Qator oxirida chaqaloq idishdagi sutini tugatgan, ammo hali uxlamagandi. Birdan uning yuzi qizardi. Onasi choyshab ichidagi mitti tanachaning taranglashib, keyin bo'shashganini sezdi. Nima sodir bo'lgani unga ayon edi. Buni bilish uchun barmog'ini taglikka tiqib ko'rishi shart emasdi. Oldingi qatordan kimdir "Ey Xudo" deya nola qilib yubordi. Samolyotning shundoq ham dim, eski sport zal hidini eslatib yuboradigan sassig'iga yana bir hid qatlami qo'shilgandi. Doktor Lektorning yonida o'tirgan bolakay esa chaqaloqning odatlariga allaqachon ko'nikkani uchunmi, Parij restoranidan olingan tushlikni xotirjam yeyishda davom etardi. Lektorning xotira saroyi uni bolaligiga qaytardi. Urush, qor, ochlik, o'qlar cheksiz yog'ilar, zax xandaqlardan dahshatli olov purkilardi. Gannibal Lektorning ota-onasi artilleriya va pulemyot o'qlari ostida halok bo'lgan, ularning o'rmon ichidagi ulkan mulki esa o'qlar zarbidan tilka pora bo'lib qolgan. O'rmondagi atigi bir necha jonivor zo'rg'a tirik qolgandi. O'sha olis ovchilar kulbasini boshpana qilib olgan, turli-tuman qochqin askarlar topgan narsalarni yeb kun ko'rishardi. Bir safar ular qorga ko'milgan yer ostidan yem topib yashab qolgan, tanasida suyakdan bo'lak narsa qolmagan. Badaniga kamon o'qi qadalgan bechora bir kiyikchani topib olishgandi.
Uni ko'tarib yurish og'irlik qilgani uchun tiriklayin lagerga haydab olib ketishgandi. 6 yoshli Gannibal Lecter ombor yorug'idan qarab hammasini ko'rib turardi. Qochqin askarlar yarador kiyikni sudrab kelib uni yiqitishdi va o'q otishni ep ko'rmasdan tomog'ini bolta bilan chopishdi. Ular bir-biriga har xil tillarda so'kinib, kiyikning qoni oqib tugamasidan idish olib kelishni aytib baqirishdi. Ozg'in kiyikchaning tanasida go'shtdan deyarli asar ham yo'q edi. Uzun kamzullardagi badbo'y askarlar bir necha kundan so'ng ovchilar kulbasidan omborga tomon yurib kelishdi. Bu safar ular pichanlar orasida berkingan yosh bolalarni olib ketmoqchi edilar. Ular Gannibalning sonlarini, yelka suyagini va ko'ksini paypaslab ko'rishdi-da, so'ng uning singlisi Mishani tanlashdi. O'ynatib yana olib kelamiz deyishdi. Biroq yosh Lecter hali birorta bolaning ortiga qaytarilganini ko'rmaganligi uchun dahshatga tushdi. Singlisini qo'yib yubormaslik uchun jon jahdi bilan tirishdi. Lekin askarlar og'ir va zalvorli ombor eshigini Lecterning ustiga itarib, qo'lini sindirishdi. Zo'rlik bilan uni singlisidan ajratishdi. Kiyikning qon izlari ketmagan qor ustidan singlisini sudrab olib ketishdi. Lecter yana Mishani ko'rish uchun esiga tushgan duolarni aytib, tinmay ibodat qildi. Yangrayotgan bolta ovozini eshitmaslik uchun baqirib, iltijolar qildi. Nihoyat uning ibodatlari qisman ijobat bo'ldi, ammo faqat singlisining sut tishlarini ko'ra oldi xolos. Ular axlatga to'lgan sasigan chuqurning ichida edi. Chuqur ular uxlaydigan kulba va 1944-yilda Sharqiy front tor-mor etilganida asir olingan bolalar tutib turilgan ombor o'rtasida joylashgandi. Iltijo va ibodatlarga Xudo tomonidan berilgan o'sha mash'um javobdan beri Gannibal Lecterni ilohiyotga oid hech qanday mulohaza qiziqtirmay qo'ygandi. Samolyotda esa u qimirlamay o'tirar, terlab ketgan boshi har zamonda yon tomoniga og'ishib ketardi. Xayolan esa u hali ham o'sha yerda qizil qonga bo'yalib qolgan qor va bolalik dahshatlari orasida turib qolgandi. U chiday olmay yurakni tilka pora qiluvchi hazin ovozda chinqirib yubordi. Ba'zi yo'lovchilar ortlariga o'girilib qarashdi. Qolganlari: "Ey Xudo, voy bolakay, senga nima bo'lyapti o'zi?" deya yozg'irib qo'yishdi. Lecter ko'zlarini ochdi. Yonidagi bola uning qo'liga qo'lini qo'ydi. "Yomon tush ko'rdingizmi?" dedi. "Ha", dedi Lecter. "Men ham tez-tez yomon tush ko'raman", dedi bolakay. Boshini o'rindiq suyanchig'iga mahkam tiragan doktor Lecter bir necha bor chuqur nafas oldi-da, asta-sekin o'zini qo'lga oldi. Xotirjam tortdi. U bola tomonga engashib, ishonch bilan past ovozda shunday deb shivirladi: "Bilasanmi bolakay, sen anavalar bergan bemaza va sovuq sendvichni yemay to'g'ri ish qilgansan. Hech qachon bunday narsalarni yema", dedi. Aviakompaniyalar yo'lovchilarga yozuv qog'ozi ham, xat-jild ham bermay qo'ygandi. Lekin Lecter allaqachon buning chorasini topib qo'ygandi. U ko'krak cho'ntagidan mehmonxonadan olgan qog'ozi bilan xat-jildni berdi-da, Clarice Starlingga maktub yozishga kirishdi. Avvaliga uning portretini chizdi. Bu chizma hozirda Chicago universitetining shaxsiy muzeyida saqlanadi va olimlar o'rganishi uchun ochiq hisoblanadi. Unda Clarice Starling yosh qizaloq qiyofasida tasvirlangan, xuddi Mishadek ko'z yoshlaridan ho'l bo'lib ketgan sochlari yonoqlariga yopishib qolgandi. Samolyot tungi osmonning tiniq yog'dusida olmosday yaltirab ko'ringancha qutb yulduzi yonidan o'tib ketmoqda edi. U allaqachon ortga qaytib bo'lmaydigan nuqtani kesib o'tgan, endilikda yangi kun avvalida yangi dunyoga tomon pasayishi kutilmoqda edi. Aziz muxlislar, bizni qo'llab-quvvatlayotgan qadrlilar, ushbu asar yanada ko'proq insonlarga yetib borishi uchun like bosishni va izohlarda o'z fikringizni qoldirishni, yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Zero sizning oz bo'lsa-da e'tiboringiz biz uchun muhim. YouTube algoritmi sizning harakatlaringiz sabab ushbu audio asarlarni yanada ko'proq kitobxonlarga tarqatadi. Ishonamizki, bizni albatta har doimgidek qo'llab-quvvatlaysizlar. E'tiboringiz uchun tashakkur.